Assalomu alaykum. Navbatdagi mashinamiz ba'zi akalar Cobalt dedi, ba'zi akalar Cobalt dedi. Bu mashinani qaranglar. Mashinamiz g'ijim bo'lib, mana bu taraf bilan daraxtga urgan. Yana bitta mashina oldik. Cobaltimiz 2025 9000 ta yurgan mashinamiz. Bitta akamizning o'g'ilchasi uydan o'g'irlab chiqib, yo'ldan chiqib turib daraxtga urgan ekan. Mashinamiz juda ham qattiq urilgan. O'g'illari mashinadan chiqib ketib, bitta oyoqlari singan. Hali ham sog' salomat. Ana shunaqa mashinalar bo'lsa-ku murojaat qilinglar. Mana bu evakuator O'zbekiston bo'ylab 24/7 xizmatda. Mana bu aka mana. Hammaga rahmat. Podpiskalarga esdan chiqmasin. Kimda ana shunaqa avariyli mashinalar bo'lsa-ku murojaat qilinglar. Remont qilib beramiz ham, sotib olamiz ham. Farqi yo'q. Mana shu mashinaga hozir yangi kuzov taqamiz. Mashinamiz 2025 yana harakat qilamiz yangi bo'lib chiqishga, lekin aytib sotamiz. Hammaga rahmat. Podpiskalarga esdan chiqmasin.